Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, Alloh barcha mahluqotlarni yaratgach, o'smiklar olamiga, barcha hayvonlarga, bandalariga rizq ro'zini yaratib, ta'minlab turasan degan vazifani topshirgan bo'lib, bu ishni amalga oshirishga havo, yorug'lik, suvni mas'ul qilib bergan ekan. Farishtalarni hech qanday oziq-ovqatga muhtojlik sezmaydigan holda yaratgan bo'lib, ular yemaydi, ichmaydi, chiqindi chiqarmaydi, hech qanday energiyaga muhtoj sezmaydigan, nihoyatda tezkor va Alloh talabini so'zsiz ado etadigan holatda yaratgan ekan. Ammo jannatni yaratganda jannat mevalari orasida boqiy umr beruvchi va aql kirituvchi daraxtni ham paydo qilib, faqat boqiy umr beruvchi daraxt mevasidan faqat barcha behisob farishtalargagina yedirib, qiyomatga davr o'lim topmaydigan holatni bergan bo'lib, aql kirituvchi daraxt mevasidan faqat shaytonni yeyishiga ruxsat etgan ekan. Aqlli mavjudot Alloh va shayton bo'lgan ekanda, barcha o'simlik va hayvonlarni Alloh suvdan yaratgan, faqat insonlarni suv va yerdan yaratib, ob-dam nom bergan ekan. Odamni yaratgach, jannatdagi barcha narsalarni insonlarga yeyishga ruxsat bergan bo'lib, bu ikki daraxt mevasini yemaslikni odam atoga buyurib taqiqlaganligi uchun shayton va Alloh o'rtasidagi tortishuv sababli Alloh shaytonni jannatdan chiqishiga, ammo boqiy umr daraxti mevasidan yeganligi uchun qiyomat kunigacha yashab turishini, qiyomat kuni o'lim topishini eslatgan ekanda. Demak, shayton aqlli insonga aql kiritishga erishdi. Endi aqlli zotlar uchta bo'ldilar. Alloh, shayton va odamgina aqlli bo'lib, Alloh bilan odam orasidagi kelishmovchilikni doimo hosil qilib, gunoh ishlarni keltirib chiqarishni toki qiyomatgacha tashkil qilib yurar ekanda shayton. Boshqa meva mavjudotlarda aql yo'q, shuning uchun ham aql yo'q ekanda. Shayton aql daraxti mevasidan momo havo va so'ngra odam atoga yedirgan bo'lsa-da, shu daraxt yonida turgan boqiy umr beradigan daraxt mevasidan sir tutgan ekan. Qur'oni Karimda boqiy umr daraxti haqida ma'lumot berilmagan, ammo boshqa bir kitobda Alloh gunoh ish qilgan aql daraxtini mevasidan yeb aqllari kirgan bandalarni qayerdasanlar deganda, avratlari ochiq uyalib turgan bandalarni boqiy umr daraxti mevasidan yeb qo'ymasin deb birinchi shu daraxtni jannatda yo'q qilganligi haqida ma'lumot bor. Ehtimol bu daraxt mevasidan qiyomatdan so'ng jannatga kirgan bandalarga Alloh asrab qo'ygan bo'lishi mumkindir. Men sizlarga Allohni yerga tushirilgan bandalari boqiy umr mevasini jannatda yemaganlari sababli ma'lum muddat yashab, bir kun o'lim topishliklarini va bu muddatni insonlar hayot deb atashini
davrinida Allohning bandalaridan talab qilgan 4 ta omillari haqida ma'lumot berishni boshlasam, bu 4 ma'lumot albatta insonga zarur va bu ma'lumotsiz, bu omillarsiz inson yashay olmasligini eslatmoqchiman. Birinchisi, insonlarga eng zaruri ovqatlanish. Ikkinchisi, insonlarga zaruriy bosh pana bo'lish. Uchinchisi, insonlar juftlashib ko'payish. To'rtinchisi, bolalar tarbiyasini eng muhim omil qilib bergan. Bundan boshqa omillar, orzu-havaslar faqat bandalar talabi bo'lib, bu omillar siz ham yashash mumkinligini eslatmoqchiman. Keyingi mashg'ulotlarda insonlarning ko'payishiga doir ham diniy, ham qonuniy omillar haqida baholi qudrat ma'lumotlarga fikringizni qaratmoqchiman. Meni berayotgan ma'lumotlarimni sistemali ko'rib borsangizgina to'g'ri xulosa chiqara olasiz. Chunki 10 minutdan ortiq ma'lumotni telefon orqali berishni ma'qul topilmaganligi uchun men juda ko'pi bilan 10 minutcha so'zlayman xolos. Bundan keyingisini keyingi sonlarga qoldiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.